Nodir To'ychiyev fan klublikdan va blogerlikdan qancha daromad qiladi oyiga? Kimin 17-yildan beri uni yurgizaman. U Qaralqi bir tepsi oldin qo'shiqchilar tushadi, bir tepsi hozir bloger tushyapti masalan. 169 mingta obunachi bilan Instagram sizga qancha daromad olib keladi? Birinchi tushdi, ular bilan shartimizni $10,000 tuzgan edik. Nodir To'ychiyev fan klubdan oylik oladi. Pososiga kirganimizda, Amerikan pososiga kirganimizda shu pososiyani boshlig'i chiqib, katta do'ppili bola qani degan. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Kim qancha topadi loyihasining birinchi sonini oldik. Hammamiz hurmat qilgan Andijon fan klubining rahbari Nodir akamiz To'ychiyev bilan suhbatlashdik. Ertaga 30-may kechki soat 20:00 da aynan kim qancha topadi Instagram sahifamizga joylaymiz. Aytib qo'yay, bitta savol Nodir aka To'ychiyev tomonidan berildi. Ushbu savolni kim birinchi bo'lib kommentariyada topsa, Amerikadan o'sha obunachimizga Nodir akam sovg'a olib kelib o'z qo'li bilan topshirishini bildirdi. Ertaga 20:00 da ushbu postni joylaymiz.